Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun qizlarjonlar. Hozir sizlarga mana shunaqa chiroyli gulni yasashni o'rgataman. Boshladik. Bu gulni yasash uchun birinchi o'zimizga kerakli shaklda yaproqchani setkani ustiga, gardishga setkani qotirib, pardalarni setkasi bo'ladi-ku, shunaqa setkani qotirib, o'shanda qilsangiz ham bo'ladi. Mana shunaqa shaklda, o'ziga kerakli shaklda materialni tikib chiqasiz, mustahkamlab, yaxshilab ignada, xohlasangiz mashinkada yaxshi tiksangiz tikib chiqasiz. Tez bo'ladigan narsa qizlar. Bu judayam chiroyli bo'ladi. Qiyindek tuyulishi mumkin, lekin judayam oson. Mana keyin buni uchini birlashtirib, bitta anaqaga buni ham tikasiz, keyin kesasiz. Keyin orqasiga kleylab mana simni yopishtirasiz. Simni yopishtirdi degani bu qayriluvchan bo'ladi bu gulimiz. Shuning uchun kleylab simni yopishtirasiz. Ustiga mana bunaqa metrajniy toshni yopishtirib chiqasiz. Yaxshi kleyda yopishtirsangiz mana bunaqa tikishingiz shart emas qizlar. Mana endi biserda chiroyli qilib tikib bezachalarni berib olamiz. Mana keyin bularni hammasini alohida olib kesib chiqamiz. Haligi setkangiz judayam oson yonadigan, eriydigan bo'ladi. Olovga qo'ysangiz oson eriydi. Mana keyin hammasini qotirib chiqamiz. Kichkina gardishchaga mana chizib, tikib chiqqaningiz yaxshi qizlar. Tiksangiz mustahkam bo'ladi. Mana tikasiz. O'rtasi ochiq qoldi. O'rtasiga endi tosh bilan ishlov berib, bezatib, chiroyli rangiga mos qilib bezatib qo'ysangiz bo'ladi. Gulimiz tayyor.